Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yosh kattaroq bo'lib qolgan paytda salla kiyib ko'chaga kelsa, bir bola yurib keldi, boshidagi sallasini oldi, qo'shdi. Aniq yurib yetoldi. Umar ibn Hattob otasidan baqiryapti: "Hey, men roziman, sen qabul qildim deb qo'y, bo'ldi" dedi. Qoshyapti otasidan: "Men roziman shu sallaga, senga. Men qabul qildim desang bo'ldi" dedi. Yonidagi ashoblar yarab berdi: "Nima degani bu? Bitta sallaning qiyomatda azoblanishini xohlamayman" degan ekanda. Birovni haqqini qaytaradi. Shariat shunga buyuradi. O'zingiz haloldan topishingiz kerak, o'zingiz rizqingizni yeyishingiz kerak. O'zi aslida Payg'ambar alayhissalom aytganlar: harom aniq, halol aniq, o'rtasida shubhali narsalar bor. O'shandan ehtiyot bo'lsanglar, iymoninglarni saqlab qolasizlar degan. Haromni, birovni haqqini, masalan, iymon bor, ko'ngil unamaydi o'zi. Bu yoqqa ko'rasiz, bu yoqqa ko'rasiz, baribir yo mol ustun keladi, yo qo'yasiz, yo iymon ustun keladi, qaytaradi.